Aziz qo'qonliklar, ko'rib turibsizlar, shahrimizda juda ham ko'plab qurilishlar ketyapti. Qaysi biri yaxshi, qaysi birini metr kvadrat narxi nechi pul? Bugun kun bo'yi vaqtimizni sarflab mana shu savolga javob beradigan video tayyorladik. Ko'rib bemalol bilib olishlaring mumkin. Mehnatimizni munosib baholab, videoga like bosing, obuna bo'ling, bu videoni saqlab qo'ying, aniq sizlarga kerak bo'ladi. Sixty Group kompaniyasi tomonidan qurilayotgan Yaqinlar 1 va Yaqinlar 2 loyihasi. Bu yerda uylarning narxi 1 metr kvadratda 7,5 million so'mdan boshlanadi. Eng muhimi, hech qanaqangi boshlang'ich to'lovsiz va foizlarsiz. Aliham Building kompaniyasining Estate House loyihasida uylarning 1 metr kvadrat narxi $500 dan boshlanadi ekan. Hozir ortimda turgan Dream House Kokandning Turkiston Avenue loyihasi Qo'qon shahrida Dream House'ning bundan tashqari Farobiy, Beruniy, Osuda zamin kabi loyihalari bor. Ularning narxlari 1 metr kvadrati loyihalariga qarab $480 dan $550 ekan. Bu esa hammamiz bilgan Sabum kompaniyasining Qo'qonim loyihasi. Bu yerda uylarning 1 metr kvadrati 9 million so'mdan boshlanar ekan. Boshlang'ich to'lov qilishingizga qarab turib, summa kamayishi mumkin ekan. Videoni ko'rib, o'zlaring narxlarga guvoh bo'ldilaring. Yuqoridagi kompaniyalar hammasi biz bilan hamkorlikda, ya'ni bizning mahsulotlarimizdan foydalangan holda o'zlarining uylarini qurishgan, sifati kafolatlangan, bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Agarda sizlarga shunaqangi sifatli beton hamda beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling, biz sizga batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Stonex yuqori sifat.